boshing egib ta'zim ayla, shukrona ayt. Seni guldek erkalagan chaman uchun aytgin do'stim, nima qildik vatan uchun. Boshing egib ta'zim ayla, shukrona ayt. Seni guldek erkalagan chaman uchun osmonlarda yurgan bo'lsang, tuproqqa qayt. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun. Ko'zi qora, yuragi oq shu el uchun, tuproq uchun, shu yurt uchun, chaman uchun, ulug' inson boshlab bergan shu yo'l uchun. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun. Qachongacha qorning o'ylab o'tadirsan, qachongacha ko'kdan chalpak kutadirsan. Axir vatan bitta, sen ham bittadirsan. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun. Hech kimdan kam emassan, kam bo'lmagaysan. Yerda qolsang oftob bo'lib kulmagaysan. Qachon belni mahkam tortib bog'lagaysan. Aytgil do'stim, nima qildik vatan uchun. Shu soylardan suvlar urgin yuzingga sen, bir bor nazar solgin bosgan izingga sen. Shu savolni berib ko'rgin o'zingga sen. Aytgil do'stim. Mana bu bizlar uchun bayram desak ham arziydi. Ana 63-mahalla fuqarolariga necha yildan buyon mana shu yo'limiz tuproq yo'l edi. Biz nomzod tanlashga adashmagan ekanimiz. Ana Ra'no Ahadovning sa'y harakatlari bilan va o'sha shahar hokimi Qurbon Ibragimovich, Ahtam aka, Mustafa akalarning xizmatlari bilan bu yo'llarni shag'allashtiryapti. Bizlar juda xursand bundan. Fuqarolar juda xursand. Bu bolalarimiz yo'llarga botib, loylarga botib, maktablarga borar edilar. Yayrab, yashnab bu yerdan o'tadilar. Umid qilamiz 2026-yilda bu yo'llarimiz asfalt bo'lib, yana ham xursandlik qo'shiladi. Ana deputatimiz Ra'no Ahadovni tanlashda biz xato qilmagan ekanimiz. Biz ariza ko'tarib 4 tomonga yugurmadik, chopmadik. 15 yillik, 20 yillik orzularimiz bugun ushaldi. Biz xursand. Bu uchun barchalariga, ayniqsa prezidentimizga rahmat deb aytamiz.